yo'lda ikki kishi paydo bo'ldi. Ularning kiyim kechki, taq turqi, qo'llaridagi zakun tayoqlarini o'ynatib menishlari chet ellik kishilar ishkanligini aniq ko'rsatib turadi. Mug'ambarlik qilib ko'cha kezayotgan shahar bekorchilaridek log'aylab oldirmay ketayotgan bu chet ellik saylovchilar yo'l ustida uchirgan hamma narsaga qiziqib qaraydi. Eshak hong'risimi, to'g'u chillisimi, ishlar qavassimi qiziqib qarab kulishadi. Eshaklik ketayotgan oppoq soqol bo'g'aylarga, piyoda ketayotgan mo'maylarga, qiytiq setib yongan cho'konlarga, g'azal to'lab ketayotgan qig'chi dehqonlarga, bekor bo'lgan shabtul sevatlarni mo'risiga ortib ketayotgan bolalarga, ish qilib uchirganligi hamma nemiga qiziqib qaraydi. Bular qayerga ketayotgandu? Ular yuqurlab mengib o'zgacha oqirib turgan binoning oldiga borganda to'xtashdi. Samanning eng ko'rkam yeriga tushgan bu elchixona ozoda ham ko'rkam edi. Umumiy ko'rinishidan butunlay manzaralik bog' deyishga bo'ladi. Darvozadan kirib, o'ng qo'l tarafdagi bo'ston teraklar o'tirsidagi usti yeshil qo'ng'iltir bilan qoplangan rus basonidagi uylar ko'z chaqadi. O'ttiridagi orasiga yo'l qo'yilgan qo'yuq teraklik bog' go'zal ko'rinadi. Teraklik bog'ning yon yoqasiga muvofiq o'rnatilgan o'rindiqlar har qanday kishining bir pas sagidab o'ltirg'usini keltiradi. So'l qo'l tarafdagi voleybol maydonimi ozoda edi. Janobiy Jek boshchiligidagi 2 kishilik saylovchi bog' manzarasiga qiziqib qolgan edi. Ular darvozaga kelganda yondagi kichik uydan eshik boqar chiqdi. Saylovchilardan biri qorovul bilan so'zlashayotganda Jek apandi voleybol maydoniga berib oldi. U qandoqdir bir ohangda isqartib, go'yo voleybol setkisini bugun tunji qitim uchirtayotgandek sinchilab qarab o'ylanadi. Ishik boqar uning harakatini cheklash uchun voleybol maydoniga kelayotganda janobiy Jek log'aylab teraklik bog' tarafga mo'ngdi. U to'limi erkin va bemalol ko'rinadi. Uning har bir harakatidan mansitmaslik alomatlari chiqib turadi. O'z-o'ziga xo'ja bir mustaqil davlatning elchixonasiga ruxsatsiz kirib, o'z xohlagancha harakat qilish shu davlatni ko'zga ilmaganlik bo'libla qolmasdan balki shu davlatning egilik huquqini oyoq osti qilganlik hisoblanadi. Ishik boqar uning oldiga o'tib qattiq to'sdi. Janobiy Jek chekinishga majbur bo'ldi, lekin uning g'ururi bor edi. U chekinib darvozaga kelganda ko'ziga orqasidan so'ngtishib kelayotgan ishik boqar Rus go'yo uni qo'g'layotgandek surlik ko'rindi. Uning xo'ja yillarga xos surli qiyofati janobiy Jekning g'ururiga tegdi. U bokschilikda chempion bo'lgan emasmidi? O'qiyotgan cheg'ida chempion bo'lgan janob bugun qo'g'landi bo'lib qolgani nemisi? Nomus qilgudek bir ish emasmi? U turli xayollar ichida darvoza oldiga qandoq kelib qolganligini sezmay qoldida birdilla orqasiga burilib, ishik boqarning yolg'iz va bexud holatda turganligidan foydalanib, uning bir mush soldi. Ishik boqarning ko'ziga qorong'ulik tiqildi. Xeylidan keyin ko'zi ochilganda janobiy Jekning qorasi ko'rinmaydi. U qechib ketgan edi. 11-bob Chidamasning uyi Poylamasning yenida. Kechicha qaysi ko'cha, qaysi maydonlarga berib tomosha qilish, qaysi samovar xonada kimlar bilan uchrashib choy ichib ulfatlashish, qaysi bog', qaysi mehmonxonada mashrab o'ynab naqshchi satanglarning yiqimli qush ovozini anglab ko'ngil echish, usulchi jumboqlarning majnun toldek avrishim nozg'ishlari, sho'x o'ynoq ko'zlaridan lazzat elib huzurlanish, pinak chekish yoki nova choy bilan majun kop etib kayib surish. Yana qandoqdir lazzat baxsh etadigan tomoshalarda bo'lishdek sherin xiyollar qo'ynida plan tuzib, tasti tong otqizgan badrak mahsum ko'chaga chiqish bilanla arvohi 40 gas ushdi. Uydagi hisob talog'i to'g'ri kelmabdi degandek, bugungi bozor kayfiyati mahsumga boshqacha ko'rindi. U keklikdek yo'rg'ilab hetgohga chiqdi. So'kuldab o'rda oldi. Qum darvoza taraflarini o'ylandi. Hamma yerda o'xshash ahvol.
qayerga borsa odamlar o'jmaklashib olgan. Hamma yerda tashviqotchi xalpat, taliblar yangi gazet nasihati ommani jarangliq o'qib, jonliq so'zlab, keng ommaga o'ngtiyotgan. Qaysili to'pga qarasa, onar donisidek sanjaqlashib olgan omma odamning zehni bilan ruhini urg'itadigan shirin kalamni ko'ngil qo'yib anglayotgan. Ba'zanlar texi ko'z yeshi qilayotgan. Bu yangicha jo'shqin kayfiyatni ko'rib, chedog'uchiligi qolmagan Badirak Mahsumning o'g'isi qaynab o'ti toshdi. Nima degan qamlashmagan ish bu? Haftada bir keladigan bozorni o'ynag'il qo'ymay, xalqni bir yerga to'plab olib nima qilgani? Degandek ochiq xiyollarda bo'g'iladi. Uning savr qochisi to'ldi. Chidab turg'udek hol qolmadi. Ko'ziga hech nima ko'rinmagan Mahsum otayin sapni buzib kirib, so'zilayotgan vaz nasihatga al qatori quloq selib, "Nima gapgan debdiman? Yana shu jadidi so'zlaykan-ku. Mundaq so'zlarni anglagandan bozor aylangan ming yaxshi. Yuringlar ketayli, bozor cho'gilaymiz." deb davron selib, kishilarning kayfiyatiga sovuq suv sepib ko'rdi. Sapni buzib qaytib chiqqanmi bo'ldi. Afsuski, so'ziga quloq soladigan va aygishadigan birmu kishi chiqmadi. Ammo qimir qilmasdan shirin kalamga quloq soladi. Bu xuddi ishtqavar karvon jurar deganning naq o'zi edi. Zahar yutib olgan lolmidek, alimini yo ichiga yutolmay, yo sirtig'i chiqarib yetolmay azob chekkan Mahsum ko'z ko'rmaydigan, quloq anglamaydigan xilvat joyga berib, bir piyola choy ichgach orom tepish xiyoliga keldida choyxonaga qarab yo'l oldi. Choyxonada odam jiq edi. Mahsumga o'ttirdagi so'rinning burjikidan oron deganda bir kishilik o'rin tegdi. Nasihati ommani Abduqodir Damulla o'z qo'li bilan yezibdi-kan-a? Texi o'ltirmayla anglangan bu so'zdan butun badani tok so'qib o'tgandek titrab ketgan Badirak Mahsum zardi bilan so'z qilg'uchiga ho'miyib qarab etib, ondan osta kelib o'ltirdi. So'zliguchi egiz bo'yliq, o'ri ko'z, qo'yuq qoshliq dehqon sifat bir odam edi. U salobatlik o'ltirib, atrofidagi choyxo'rlarga yuqori ovozda qizg'in so'zlayotdi. Nima degan shirin kalom, ha? Hammasi lillo gap. Odamning anglagan seri anglag'usi keladigan haq so'zlar ekan. Atigandan 4-5 qitim anglabdiman. Choy ichib olib chiqib, yana bir ishga anglasam. Men bu 4-5 qitim angladim. Siz aytgandek, rost shundoqkan. Anglagan seri anglag'usi keladi ekan. Yumuloq yuzlik, char soqolliq bir kishi qo'shimcha qilg'ach, yeliqi salobatli kishiga choy tutib davom qildi. Nasihati ommaga yozilgan har qandaq al o'z obro'yini o'zi yo'qotmoqchi Alloh uni yo'qotmaydi degan hadis menga hammadan bak ta'sir qildi, dedi u chiroyiga hayajonliq tus elib. Hadisga qaraganda yaxshi yomon kunlarga qilish o'zimizdan bo'ladi ekan. Necha vaqtdan qamlashmagan ishlarning hammasini Xudoyimdan ko'rib, qiydab yuribdi ekanmiz. Bunda qilishimiz durust bo'lmabdi ekan, juma. Baxtli bo'lsaqmi, baxtsiz bo'lsaqmi, hammasi o'z paylimizdan bo'ladi ekan. Mana endi tushundik. Ilgari o'limalarimiz mundaq aniq tushundirib bermaydi. Ham ish Xudoning irodasi bilan bo'ladi. Xudoning irodasisiz qil tavirmaydi deb shukr qanoat qilishga da'vat qiladi. Deb so'zga oralashdi choyxo'rlardan biri. Uning ko'zlaridan qandoqdir nafratlik o't uchqunlari chachrab turadi. Bu nafrat Allohning so'zlarini to'g'ri tushundirmagan o'limalarga qartilgan edi albatta. Keyin u chiroyiga birdilla illiq tus elib davom qildi. Mana bu Abduqodir Damullam haqiqatni tushundirdi ekan. Mushundaq tushundirganda hamma odam haqiqatni tunib, o'z beshini o'zi o'ngshiyolmamdi. Damullam xalqni xush qiladigan nurg'un ish qilyapti, deb so'zga oralashdi uyanqi so'rinda o'ltirgan yoshangan bir kishi. Hozir madrasada o'qiyotgan talablarni 5-6 yildila molla qilib yetishtiradigan obdan yo'l topdi. Buni anglagan kishilar bolalarimizni opirib Damullamda o'qitimiz deb xushal. Ilgari 10 yildimi molla bo'la olmaydi, shundaqmi? Ilgari talablar 8-10 yilgacha oxunimning etini yetilab, kashini ko'tirib, 15 yildimi molla bo'la olmay yerib, oxiri yarim yo'lda to'xtab qoladi. Qo'lqiga mush bilan urgandek anglanayotgan bu so'zlar Badirak Mahsumning hech holini qo'ymadi.
samovarxonada choyni u ichdimi yoki choy uni ichdimi ish qilib intayin ko'ngilsiz o'ltirdi. Qarshi chiqishga texi bo'lmaydi. Uning qarashicha, samovarxonada qandaqdir qarshi turish mumkin bo'lmaydigan bir xil yangi kayfiyat hukm surgandek qiladi. Bu kayfiyatga kimda-kim qarshi chiqsa, mag'lub bo'lib, abjiqi chiqib ketishi cho'qim edi. Shunga u qarshi turishga jur'at qila olmadi. Darvaqa, shu kunlarda Qashqar bo'yicha qayerga borsa, kimningla og'ziga qarasa, ilm, ma'rifat, islohot, taraqqiyot to'g'risidagi so'z harakatlar, madrasalardagi islohot va o'qish qizg'inligi, yetimlar tarbiyatxonasidagi so'z suhbatlar avj elib, 20-asrning boshlaridagi ma'rifat uyg'onish davri madhiylanadigan yangi kayfiyat shakllangan edi. Kang jamoatni o'ziga maftun qilib, ularga yangi ruh beg'ishlagan bu kayfiyat o'shidan ketgan odamni suv chechib bo'shig'i keltirganga o'xshash hammaning uyqusini echib sagaklashtirgan edi. Tarixdan beri Bovoyi Qambarning sadoqati, Otamning saxovati, G'avsul Azamning karomati degandek majhul mo'jizlar to'g'risida bas munozira qilishib, ma'naviy jihatda o'zini o'zi tushkunlashtirib kelgan, ammo birdila burilish yasab, ko'z oldidagi o'z odamlari ko'rsatayotgan sadoqat, saxovat, g'ayrat jasoratlarga nazar soladigan va bu haqda keng qushada g'ulg'uli qilib, bas munozira qilishadigan yangi ruh, yangi kayfiyatga ega bo'lgan edi. Munda qudratlik umumiy kayfiyat ichida so'g'i tushgan choshqandek bo'lib qolgan Badrak Mahsum ularga qandoqmi qarshi chiqa olsin? Eng yaxshisi u bu yerdan yo'lqinib chiqib ketishi kerak. Mehmon, choy pulni berib ketala. Choyxona xo'jayinining yumshoq, ammo jonga potadigan kinoyilik ovozi choy puli to'lashni unutib, do'kon oldiga chiqib qolgan Mahsumni tizginlab tortgandek to'xtatdi. U go'yo yer bilan yeksan bo'lgandek izoh chekdi. Mundaq o'sal ahvolda g'ing qilolmagan Mahsum taslikda ho'shini tepib, choy pulini to'lavatdi-da, gap qilmasdan ketib qoldi. U qayerga berib, qayerda turishni bilmasdan, xudini yo'qotgan holda osta ketib o'tadi. Orqa tarafdan tonish bir ovoz anglandi. Assalomu alaykum, harmag'ayla. Burilib orqasiga qaragan Mahsum o'ziga qarab kulib kelayotgan g'ildirak damolini ko'rdi. U xuddi kunga qarab asnigan qichirdek sarg'ayib ketgan tishlarini to'liq ko'rsatib, ijaygan peti yiqilib kelib, Mahsumdan ahvol so'rashga boshladi. Qayerga berib, qayerdan kelyaptilar? Tomosha qiziqandi. Sizlar bo'sh kelmaydigan odamjimi? Bozor o'ynab keldimi? Ha, dedi Mahsum zarda bilan qisqili javob berib. Chunki uningga g'ildirak damollining so'zlari xuddi tuyuqsiz turganda och beqiniga qattiq tekkan mushtinmi qattiq tekkan edi. Nim bo'ldilar? Yengni yutib olgandek, mijozdir buzuq-ku, dedi g'ildirak damolla uning bergan javobidan ranjigan qiyofatda. Bu yanqi dardni ko'tarolmayotganda, sili qolganmi amdi? Qiydigan Mahsum g'ildirak damollining qo'lini silkib etib ketishga tamshaldi. To'xtasizlar, zada nim bo'ldi? Shilimdek chaplashgan g'ildirak damolla uning qo'lini qo'yib etmasdan silkib tortib so'zlaydi. Hey, silningza, kichik boldek mijozdir bojima? Nimaga xafa bo'lib qollar? Qani so'zlasizlar. Jahonda dard yutgandan eg'ir ish yo'qkan, dedi Mahsum ranjigan qiyofatda ulug' kichik tinib. Uning og'zi o'mchaygandek ko'rinadi. Qani nima dard? Sizlarmi menga o'xshash bozorni bir oyinib chiqqan bo'lsalar, ondan tushunib qolatdilar. Yursizlar birga cho'gilayli. Qandoq tatgan u? Menga bir ko'rsatsizlar. dedi g'ildirak damolla unimig'anga qo'ymay Mahsumning qo'lidan tortib so'rab mo'g'di. Ular do'lqin yerib mongan qo'lvaqdek choy qilib, ko'chalardagi odam dengizi bo'ylab ishchikirlab ketdi. Do'qmush-do'qmushda tashviq targ'ibot qilayotgan taliblar va tashviq anglayotgan xalq to'pi uchrab turadi. Qarasizlar, mushu ishlarga ochiqlari kelamdi ekanmamdi, dedi Mahsum tashviq qilayotganlarni yiroqdan ko'rsatib. Hammasi quruq gap. 10 eg'iz kop-kopdan biri eg'iz chip-chop yaxshi degan bir gap bor. Shundaq emasmi? dedi u masxira oralash kulib. Sizlar undoq degan bilan nodon xalq undoq tushunmaydi.
Kishiga alam qiladig'ini, texi ba'zanlar ko'ziga yosh ilib, yig'lashayotmamdi. Mosha ishqimi ochiq yutgan bormi deyman. Xotirlarni jam qilsalar, bu ish o'zligidan to'xtab qoladi. Qara xalqqa ma'rifatning nima lozimi? Bularning ma'rifat deganlarimi uchiga chiqqan ahmoqlik. Har o'limolarimiz umr bo'yi amr ma'ruf qilib, Yusuf Zilayha qissasining sirini tushundirib bo'lolmay olamdan o'tgan. Neni zotlarimiz Imom Hasan bilan Imom Husaynimning Karbaloda shahid bo'lganligi so'zlangan jangnomasini so'zlab bo'lolmay ketdi. Endi bular qanchalik bo'lmoqchi? Bir yeriga berib, yerib to'xtab qoladi. Chechilib parakanda bo'lmaslar. Xabbog'dak ish yo'q. Xalqqa ortiqcha ma'rifatning nima lozimi? 5 namozning qoidalari, o'shir zakot, sadaqa ehsonning yo'llarini bildirishli kifoya. Shundaqmi? G'ildirak damulining so'zi oxirlashmayla, bular darvozasi sharqqa qaraydigan mahalla masjidi oldiga berib qoldi. Masjid darvozasining aygimisi ostidagi supida 3 kishi bir-biriga qarma-qarshi o'ltirib mo'ngdishyotdi. U kishilar konu tunishlardan bo'lib, bir muqamda yo'rg'ilaydigan ulfatlardan edi. Bugun ularmu shahardagi yangi kayfiyatga chidab turolmay, o'zlarini chetga tortib o'ltirishadi. Shuning ustiga g'ildirak damoli bilan Badrak Mahsum keldi. Chidimasning uyi poylamasning yenida degandek, bugungi kayfiyatga chidamag'anlar bilan poylamag'anlar bir-biri bilan qizg'in salomlashib, suv qo'shilgandek osonlik qo'shilib ketishdi. Bu yerda o'ltirganlardan sovuq va takabbur ko'rinadigan shalong soqolliq, nepiz lavlaridan qandoqdir yovuz istihzo chiqib turadigan. Zo'r gavdalik, yumloq ko'ptirma yuzlik odam mushu masjidning imomi Tahir Damulla edi. Bu odammu g'ildirak damullaga o'xshash yaxshi o'qiy olmagan bo'lsa-mu, ammo tirishib yurib, to'van darajada xatmidan o'tib, damullalik unvonini olgandan keyin imomatchilikka tayinlangan edi. U imomatchilikda bir to'p jamoatga amr ma'ruf qilgandan tashqari, mahalladan yig'ilgan 7-8 talibchaqqa boshlang'ich savodlardan oz to'la iymon islom o'rgatdi. Lekin u arzimas ishlari uchun jamoat oldida kerilib, takabburlik qilib qolmasdan, cho'ng mudarrislar bilanmu o'zangi so'qishtiradigan. Bir necha chala savod qeri rost deb bersa, og'zidan chiqqan so'zini olam haqiqati deb tonib oladigan ishchi qora mutaassib odam edi. Ikkinchisi, o'ttiri bo'y, kang qo'lliq, yo'g'on qo'rsoq, og'zi lahangning og'zidek cho'ng ko'rinadigan kishi Qosim Mutavalli edi. Uning cho'nqur, chil bo'rininkidek o'tliq ko'zlaridan qabih osh ko'zligi chiqib turadi. Eyiqninkidek kang olqonlari birer tovoq oshni ishki seribla, lahangnikidek og'ziga silib yutib yetalaydigan alpozni ko'rsatib turadi. U aslida bir qancha qitim mutavalli bo'lgan. Biroq och ko'zlik qilib, jamoat mulkiga xiyonat qilganlikdan bir necha qitim mullaq etib yiqilgan sobiq mutavalli edi. Hozir uningda mutavalli degan quruq nom bilan och ko'zlik, qora niyatlik, zo'migarlikdek xususiyatli saqlanib qolgan edi. Bu kishilarning uchinchisi Ahmad Molla edi. Jamoat uning ismini bir necha xil ataydi. Yuztura so'zlashganda Ahmad Molla, Ahmad Mazinaxum deb chaqiradi. Yo'q yerda bo'lsa Talvamat deb otishadi. Talvi laqami uning mijoziga qarab qo'yilgan edi. Odatda ko'p gap qilmaydigan. Boshqalar bilan ancha kori yo'q, mo'rimas qo'lidek jimg'ur yuradigan bu odamning talviligi xiyli bor edi. Ochiqqa kelganda gap so'z qilmasdan berib, ochiqini keltirganlarning gelidan oladi. Undaq chaqlarda uning tishlari kirishib g'uchurlab ketadi. Uningda qandoqdir bir xil talvi kuch bo'lib, bo'g'ib olgan odamini o'ltirib qo'yg'ili qil qoladi. Shunga qo'lim qo'shna jamoatlar talvi mijozidan qo'rqib, uningga osonlikcha yaqinlashmaydi. Dada muomalada hazar aylab, uning royiga beqib madora qiladi. Uning qozixona oldida qattatlik qilish ishi to'xtatilgandan keyin mijozi texmi tarsolishib ketdi. Chiroyi qoridab, ko'zlari qizirib, qadimki zamon podshohlarining har kuni qancha 10 odamning qinini ichgan qora ko'ngil jallodlarga o'xshash surlik ko'rinadi.
Uning bu xil turqi alpozidan har qanday odamning qo'rqisi keladi. Kelasizlar aziz mehmonlar. Birlari kun, birlari oy. Jimi olamni tankoga sayli qilib kelishlimi? Qani marhamat, maviyaga o'tirsizlar. Dedi Tahir Damulla o'ltirgan o'rnidan sal neriroq surilib, o'rin bo'shatqach chaqchaq qilib. Har qaysilarcha to'la sayli qilib, herib o'ltirishlimi? Dedi G'ildirak Damulla bo'shatilgan o'ringa o'ltirib elib. Fotihadan keyin bular rasmiy so'zga kirishdi. Bugun bozor ajoyib sovuq. Sayli qilg'uchiligimi yo'q? Dedi Tahir Damulla so'z echib. U hamma kishiga sovuq nazar selib qarab chiqqandan keyin davom qildi. Bozorga anjurmi kirmabdi. Eg'izga tetug'idek shaptolmi yo'q. Qayerga qarasak odamlar to'plashib opti. Quloq silib tinglab baqsaq, bo'layotgan gap so'zlar Mustafamo emas, pul topamo emas. Yaksan quruq gap. Azaldan quruq gap bilan xushim yo'q odamman. Undaq so'zlarini uchuliq bozorga opirish. Mening anglaydigan quluqimmi yo'q deb kelib, mushiyada sagidab o'ltirdim. Shamolliq salqin ekan bu. Jonni rohatlantirdik. Har qaysilaricha. Kelguchilarning to'mirini tutib, yuragini tinglab, mijasining issiq sovuqligini bilishga qiziqqan Tahir Damulla so'zi oxirlashganga qadar ularning ko'zlariga qarab, kayfiyatini kuzatdi. Umidga yarasha ularning kayfiyatimi o'zininkiga o'xshash edi. Tahir Damullaning bugun ko'chada avj olgan tashviqotni quruq gap deb haqorat qilganligi Badrak Maqsum bilan G'ildirak Damullaning kutgan yeridan chiqdi. Shuning uchun Maqsum bilan G'ildirak Damullaning ko'ngli ko'tarilib, ko'zlaridan xushlik alomatlari qo'yilishga boshladi. Bular amdi o'zaro tamoman tonishib, bir muqamda huvlaydigan bir jangalning bo'rlari ishkanligiga ishonch qilishdi. Bizning har qaysilariga o'xshash quruq gap bilan xushimiz yo'q. Shunga quloqimizni gaz, ko'zlarimizni amo qilib buyon keldik. Dedi G'ildirak Damulla tetiklashib. Shuningdan keyin orini jimjitlik bosdi. Bu jimjitlik ularga o'ylanib elish fursati edi. Ba'zanlar kolpuklarini tishlab, boshlarini bilinar-bilinmas langshitib xiyol sursa, ba'zisi soqolini tarashlab o'ltirib o'ylandi. Enkini silab sipab o'ltirib so'zini qayerdan va qandoq boshlash to'g'risida bir yerga kelib bo'lgan Tahir Damulla jimjitlikni buzib so'z ochdi. Bu haqzoda nima qilmoqchi? Qandoq maqsadga yetmoqchi? Dedi u chiroyiga g'azabli tus elib, ondan ovozini pasaytib, Badrak Maqsumga qarab davom qildi. Bizninkiga qaraganda Maqsumning muhokimasi cho'nqurroq. Bu to'g'rida muhokama qilib bersa, bir anglab ko'rayli. Yo'qsa, bizninkiga qaraganda sening muhokimalar cho'nqur. Sili so'zlislar, biz anglayli. Dedi Badrak Maqsum hüppida qizirib. Amisa, Mutavalloxunim so'zlasin. Tahir Damulla qarshisida o'ltirgan Mutavalliga qarab ko'z qisib qo'ydi. Men so'zlasam, yana heliqi gap. Mayli so'zlavasizlar. Mening so'zim yana shu. Dedi Mutavalli ko'pchilikka tekshi qarab, ondan qopiqini uchirib davom qildi. Mening qarashimcha, Abduqodir Damullaning kallasi aylanib qopti. Agar aylanib qolmagan bo'lsa, ko'chada o'z kunni kun etib yurgan yetim o'g'loqlarni boqaman, tarbiyat qilaman deb o'ziga yuk qilib olmagan bo'ladi. Bekardan bekar beshig'i pitsili bilib, mana endi bir muncha odamni ko'cha-ko'chaga avatib, maddohlik qildiryotdi. Bu ishlarning hammasi ovargarchilik bo'lmay nima? Damullam bosh odam emas, balki savob topman deyotganda. Dedi G'ildirak Damulla so'zni texmi qizitmoqchi ham cho'nqurlashtirmoqchi bo'lib. Amaliyotda u echtirib yig'ir topmoqchi edi. Savob? Mutavallining ko'zlari chekchaydi. U G'ildirak Damullaga homiyib davom qildi. Savob dedilimi? Yana bir tapaqsizlar? Savob topman deyotganda? Sizlar mushundoq desizlar, boshqa odam nimada? Degan Mutavalli g'azab bilan davom qildi. Onun qalpuklari, qo'z go'shlari xuddi cho'shqin kirib qolgan xoltidek qimirlaydi. Ko'chada qolgan haromzodlarni yig'ib olib boqqaniga savob bo'ldigan bo'lsa, undaq savobning qongi to'shik. Damullam savob topaman deguncha boshqalarga o'val bo'ldigan ishlarni ozroq qilib, shukrisi yaxshi bo'ladi. Dedi Tahir Damulla Mutavalla xonimning so'zini quvvatlab. O'valchilik qilgan yerlarimi bormi texe? Dalilimiz to'liq.
Mutavalli go'yo qo'ynidan hujjat chiqargan da'vogardek mag'rur qiyofatda davom qildi. Boshqani qo'yib, yinimizda o'ltirgan Ahmad Mazna xonimni deyli. Bu odam xattotlik qilib, bola chaqasini bir obdan beqib kelyotdi. Damullam kelibla, tayin yo'q bir ishni bahona qilib, uni xattotlikdan mahrum qildi. Uvalchilik degan buningdan ortiq bo'lmas. Hozir bu odamning tortayotgan azobi Azroil jon desa, 5 bolasi non davatgan. Nima degan zo'r qiyinchilik bu? Ahmad mo'lining chiroyi texmi qordab ketdi. Nefis kolpuklari titraydi. Umumiy ko'rinishidan ichida ig'ir dard alam, kuchlik adovat o'ti yelinjayotganligi chiqib turadi. Shundoq ishlarmi bo'lganmi? Biz texi anglamab ekanmiz, dedi Mahsum mug'ambarlik bilan ich og'ritgan bo'lib. Amaliyotda u bu ishni 5 qo'ldek aniq biladi. Deb kelsak gapdula. Qisqasi, bu odam shaharga sig'mayotdi. Uni undaq davatgan, buni mundaq davatgan. Baylarning yaqisiga, mollalarning peshiga esilayotgan. Shaharga sig'mayotdi degandan jahonga sig'mayotdi desizlar, dedi Mahsum Tohir Damullaning so'zini tortib elib. U kishi hozir jahonni so'rayotgan inglizlargami, shvedlargami o'xshashli mush etyotdi. Xabarlari yo'qmi texi? Agar shunday qilgan bo'lsa, qamlashmabdi. Vapaga japa bormi desa, 1 ga 2 degandek inglizlar bizga nima yomonlik qildi? Shved messi o'nirlaricha. Ular shifoxona ichib, bemorlarni haqsiz davolab yaxshilik qilayotgan yerda biz ularga qarshi tursak bo'lamdi-kan? Inglizlar degan jahonni o'z qo'lida tutib so'rab kelayotgan jahongir. Biz mush etib tanglishalamizmi? Chaqchaq qildigan ish emas. O'zimni chaqlamay shiltang etibdiman, palazga yo'ginib, hafta etibdiman degandek. Abduqodir Damulla inglizlarg'imi, shveddan tarqatquchilarg'imi qarshi turayotdi degan so'z o'tirg'i qo'yilish bilan ular taraf-tarafdan so'zlab bu haqqoniy harakatni pisantiga olmaganligini ifodalashdi. Bu ularning chet el desa qarg'ulachi bay'at qilib jahongirlardan o'lgida qo'rqadiganligini isbotlaydi. Damullam, dedi Mutavalli savol nazari bilan Tohir Damullaga qarab. Damulla uningga diqqatini burab qarab edi. Mutavalli cho'kma ko'zlarini oliq-jaloq qilib savol qo'ydi. Jahongir deb tulanglaymiz. Bu gapning ma'nosi nima ekan taqsir? Bu savolni u Jahongirning kuchlikligi yana bir qaytim namoyon bo'lsin degan g'arazda o'toyin so'rgan edi. Tohir Damulla kekirdigini qirishtirib elib javob berdi. Jahon 18 ming olamdir. Gir so'zi tutush demakdir. Jahongir jahon tutquchi, jahon so'rg'uchi demakdir. Vallohu alam. Ya Allah, ya Hazrat, 18 ming olamni tutquchi desizlar? dedi Mutavalli peshonasiga birini urib. Ondan hayron bo'lgan holda uning buning ko'ziga qarab qo'ydi. Suhbatning gradusi ko'tarildi. Nima degan qop yurak odam bu? Qop yurak qilg'ini emas, shilting otqini. Qisqasi, kallasi aynib qolg'ini. Undaq bo'lmasa, Jahongirga mush otaman demaydi. Anglasam, To'qan madrasani qo'chib, o'mash qilib o'tibdi deydi. Taliblar ya uningdan, ya buningdan bahra ololmay, Kaptarvozning qopiqida ko'ldirlab ketibdimish. Mo'zayning yugurishi samonliqcha degandek, bu odamning ko'chidagi yetimaklarni to'plab tarbiya qilaman deyishidagi maqsad o'ziga pul to'plab olish. Bu to'g'rida gumon to'la. Abduqodir Damullaning har bir qadami Mustafa uchun emas, pul topa uchun bo'layotganligini kim bilmaydi? Biz degan bir dochanni 2 pul, 2 dochanni 4 pul deb hashlaydigan haq. Hamma odam birni 2 qilimiz davasa, uni Damullam bilmay qolarmi? Qarab turinglar, u odam hozir g'allisidan 1 pul chiqargan bo'lsa, keyin 2 pul tepib oladi. Qarab turinglar, u kishi texmi yo'g'on yerga chang soladi. Hazratning vaqtisi, Hetgohning avqoplari, qarab turinglar, jazman shunda qiladi. Tilning ustixini yo'q degandek bir guruh odam to'plashib, o'z xohishlari bo'yicha yaxshi ishni yomon qilib ko'rsatmoqchi bo'lsa, til ularni yetarli gap so'zlar bilan ta'minlaydi. Shunga bugun bir guruh chidamaslar bilan poylamaslar bir yerga jam bo'lib, o'z yurtidan chiqqan bir olimning xalq manfaatiga uyg'un ijobiy faoliyatlarini yo'q chiqarish.
yengili tutashgan ma'rifat gulxonlarini o'chirib, kulini ko'kka so'rib etishdek yovuz niyatda keng toshi so'zlashmoqda edi. Ularga gap tepilib turadi. O'zaro bir-birini qo'llab quvvatlash yuzasidan gapdan gap, putoqdan putoq chiqarib, pishtni posat, g'ayvat shikoyat, bo'xton va tuhmatlardan to'ralgan gumonlarni pokit qilib so'zlashdi. Afsuski, nima uchundir ularning ichi yanada bo'shamayotdi. Shunga ular suhbatni yanama qizitmoqchi bo'lib, so'z uranini yo'tkashdi. Tetayning nimishga kori bo'lmaydiganda. Kimdir biri posuqqada so'zlab, suhbatning mijozini boshqa yoqqa burib edi, g'ildirak damulla oldirab javob berdi. Tetayni kori yo'q degili bo'lmas, dedi u istehzo oralash kulimsirab. Necha oldida jadidiylar oshgan maktablarda taqitib, apandilarni palandi qilib, sulab adibini bergan Tetay bugungi kunga kelganda jimiyat ama? G'ildirak damulla aslida bu so'zi bilan Motitay gap qilmaydi emas, vaqti kelganda Abduqodir damullini xuddi oshularga o'xshash bir taraf qiladi demoqchi edi. Biroq Tohir damulla uning so'zini kesib, Xudo saqlasin. Xudo undaq kunlarni harom qilsin, dedi qo'rqinchida titrak bosgan odamdek shurkunib. Qo'rqmasizlar, dedi Badrak Mahsum so'z navbatini elib. Xudoyim undaq kunlarni sizlar bilan bizdek mo'min odamlarning beshiga solmaydi. Ashunda qiniga sig'maydigan odamlarga ko'z tutdi. Buning ancha bak qo'rqib ketkisligi yo'q. Damulla Abduqodirningmi shunda qilsa mayli emasmi? Yurt tinchiydi, hamma ish o'z yo'li bilan, suning eqishi, tukning yetishi bilan mangdi. Shundaq bo'lsa yaxshi-ku. Hammamizga yaxshi-ku. Badrak Mahsum yana so'zlamoqchi edi, Mo'tavalli uning so'zini bo'ldi. Tetay degan o'yinchi odam, dedi u ovozini otayin so'zib, kayfiyatni yangi bir pallaga ko'tarib. U g'amsiz, atidan kashkicha Tetay xonimlarning beqindan chiqmay, ko'ziga qarab, tilida chiqib bergan gazirni yeb yotadigan, Qashqarning rohiyatiga cho'kib olgan yog' ishidagi bo'rakdek bir odam. Uning undaq ishlar bilan nima kori? U so'zni yo'g'on yerdan boshlaganligi uchunmi chiroyiga mag'rur tus elib davom qildi. Bu ishning oshquchi shahrimizning mutasaddisi bo'lgan Hamroh bayda. Shu kishi aralashmoqcha bu ishni hech kim bir taraf qila olmaydi. Tetayning quliqini o'ngga burusimi, so'lga burusimi shu kishi qila oladi. Qandoq dedim? Jim gap bo'ldi, dedi Tohir damulla darhol Mo'tavallining so'ziga qo'shilib. Xudoning irodasi bilan zaminni bir ko'kkali mungizi tirab turgandek, Qashqarni bir Hamroh boy tutib turdi-da. Agar shu kishi Qashqarni o'ngga desa o'ngga, so'lga desa so'lga cho'rglaydi. Shundaq-ku. Albatta shundaq. Boy anchikim qimirlab qo'ysa, Qashqarda yataveraydi. Agar boy qo'shimizni bir turib qo'ysa, osmonni shu zamon bulut qoplab muz yog'idi. Chiroyini ichib qo'ysa, parqirab kun chiqidi. Bu uzundan shundaq bo'lib kelayotgan, bizmi ko'rib turayotgan ishlar-ku. Boyning xavri bordi. Qashqarda ilon ko'shiganni bilib turadigan boy bu ishni bilmay qolarmi? Balki bizdan yaxshiroq biladi. Men tag'i ulishgil salom berib chiqdim. O odamning shahrimizda bo'layotgan ba'zan ishlarga ochiq kelib, o'ti teshib turibdi. Suhbatga bir Ahmad Mazali so'z qotmadi. Ammo bo'lingan so'zlarga zan qo'yib quloq soldi. Uning chiroyi so'z uraniga beqib har xil tusga kiratdi. Ba'zida g'o'ri chaynab olgandek qo'shimisi turilib ketadi. Ba'zida qizargan ko'zlaridan qip-qizil g'azab uchqunlari chaqnaydi. Ba'zida qaram xiyollarga cho'kib, xuddi yer tirajib turib olgan qo'tozdek qimir qilmasdan yerga beqib turadi. Ba'zida to'lg'oq yeyotgan kolidek injiqlab qo'yadi. Abduqodir damul ustida to'xtalganda chiroyi texim qo'rqinchli tus oladi. Ko'z oldiga qozxona keladi. Quloq tuvida o'zi to'g'risida chiqarilgan hukm jarangligandek bo'ladi-da, beshi tugman teshidek cho'rgilab, ko'ziga qorong'ulik tiqiladi. Ahmad Mazin nima uchun bu qadar ko'p o'zgardi? Uningga ta'sir ko'rsatayotgan narsa nima? Azroiljon desa, 5 bola non davatgan oilaviy qiyin turmush uning chiroyini ko'p o'zgartayotgan omil hisoblanamdi. Buningga misol qarag'ili bo'lmaydi. Bu muhim bir sabab.
Buningdanmi muhim yana qandaq omillar bor? Tasavvuf yo'lida ishonga qo'l berib, murid bo'lgan bir ishchi. Qora guruhga murdi bo'lib, so'pi bo'lgan ishqa hargiz musal qarag'ili bo'lmaydi. Onunğa yana Ahmet Mazinning vujudidagi tug'mi talvilik qo'shilsa, u texmi dahshatlik, odamning qo'rqisi kelgudek bir xil qora kuch bo'lib shakllanmamdi. Ana, uning tomirlarida talvichuk daryosining suyidek qop-qora talviqon o'ynab yurmoqda. Tuzli qopoqdan tuz, yog'li qopoqdan yog' tepidi degandek, uning tomirlaridagi qora qon ha desila teshig'i tepib, uni qo'rqinchli qop-qora devidek ko'rsatyapmamdi. Suhbat davomlashmoqda. Bu dahriy damulla holiga bakmay, texi bizning büyük kitaplarimizni mı söküdiken? Dedi Qosim Mutavalli söz temisini yo'tkab. U bu so'zni qilganda nima uchundir o'tliq cho'kma ko'zlaridan g'azab ushqulari chochiritib, buyon qulog'i tekshi qarab davom qildi. Jaloliddin Rumiyning Masnavi Sharif, İmam Rabbanining Maktubati Sharif, Abdurrahman Jamiyning Nafahati Sharifdek büyük kitaplarni xalqni zaharlaydi debdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Abduqodir Damulla haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Shahrimizda fitna fasod ulg'aydi. Dahriylik shamollari bog'larimizni vaqtsiz xazon qilishga boshladi. Lekin mundaq cho'ng ishlar bizning Qashqarda biz bilan bemaslahat vujudga chiqmasmikan? Damulla Abduqodir salpal yo'g'onroq yutilib qo'yibdi. Omidan kelsa agar 10 shapto'ling 10 qoq bo'lar. Omidan ketsa agar 10 shapto'ling 1 qoq bo'lar. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Beijing vaqti